Yozda salqin, qishda issiq. Ha, to'g'ri topdingiz. Bu aynan bazalt plitalari. Umuman olganda turar joylar qurilishida mana shunday izolyatsiyaga alohida e'tibor qaratilishi kerak. Chunki umuman har qanday qurilishda aynan mana shunday masalalar ustuvor hisoblanadi. Qulay haroratni saqlash bu bino qurilishida qilinishi kerak bo'lgan asosiy vazifalardan biri. Bino ichkari qismidagi havo haroratini mo'tadil ushlab turish, tashqi issiqlik va sovuq haroratning ichkariga kirishidan saqlash va tashqi tovushlarni kamaytirish bu bazalt toshdan ishlab chiqarilgan plitaning asosiy vazifasi hisoblanadi. Bazalt mineral va laboratoriya tekshiruvlari natijasida yuqori ko'rsatkichlarga ega mahsulot bo'lib, bundan qurilish binosining turli qismlarida foydalanish tavsiya etiladi. Masalan, binoning tom qismidagi qizishning bino ichiga o'tishidan saqlaydi. Shuningdek, polga zax o'tkazmaydi. Binoning fasad qismidan issiq-sovuq haroratning ichkariga kirishiga yo'l qo'ymaydi. Ichki xonalar devorlarida tovushning boshqa xonalarga ta'sirini keskin to'xtatadi.